Assalomu alaykum Agroteplis olam a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz ana o'sha Buxoro viloyati Pishki tumani Qo'rg'ontepa qishlog'ida Shahriyor aka teplitsalarini ikkinchi kun mana abreskasini bo'lib o'tdi akalar. Birinchisini ko'rgandingizlar, mana ko'chatlarni chiroyli abreskasini qilib qo'ydik. Mana e'tibor berasizlar, novdalar, mana o'rto'suv novdalar, mana o'rto'suv novdalar, mana o'rto'suv, mana o'rto'suv, mana erkak novda, mana erkak novda, mana o'rto'suv novdalar shakllantirildi, oralari ochiq, mana hosillari ham ko'rinib qoldi. Yani ko'rishlaringiz mumkin. Kattadan kichik ko'chatgacha mana oralarini ochdik, mana havo kiradigan holatga keltirdik, mana novdalarni shakllantirdik. Bu tomonni o'zlari qilganlar, juda ham ochib tashlaganlar. Mana kichkina novdalarni qoldirganlar, bu qurib kelyapti mana. Mana sizlar e'tibor qilinglar. Mana bu tomonni o'zimiz qilganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas kelam 95 ta ko'chat bor ekan bu yerda. Abreskasini qilib o'tdik. Arzobunachlar. Mana oralari ochilgan. Chiroyli abreskasi bo'lgan. Xudo xolasa kelasi yilda bundan da yaxshi bo'ladi. Mana bitta ikkitasida yaxshi bo'lgan. Qolganlarda pastda hosil yo'q hisobi. Lekin kelasi yil xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bir uchtasida zo'r bo'lgan. Bir 100 kilo 80 kilo atrofida bor. Mana azobunachilar. Ikkinchi kun abreska. Endi hozir bittasini abreska qilib ko'rsatamiz desak, bir soat o'tadi, sababi ko'chatlar katta. Shuning uchun abreskasini qilib ko'rsatmadik. Mana chiroyli abreskasi bo'lgan. Mana apelsin ko'ryapsizlar. Mana limon, mana limon. Oralari ochiq, havo oladigan. Mana kichik ko'chatlarni hisoblamaymiz azobunachilar. Kimda bo'lsa ham yosh ko'chatlarni hisoblamaymiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tagacha tashlab beramiz azobunachilar. Mana ko'chatlar bir boshdan qaraydigan bo'lsangiz, hammasini pastda, hammasini bo'yi bir xil mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu tomoni ham mana pastda hammasini bo'yi bir xil mana. Yuradigan oraliq hammasi cho'tki bo'ldi mana. O'rtada transha qilib 1 metr chuqurlikda ichiga go'ng, yangi go'ng so'ganlar. Mana ko'ryapsizlar effekti, ko'chatlar yaxshi taraqaylagan. Mana bir xil, bu tomonni ham ko'ryapsizlar, bir xil mana. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bir xil. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, xullas kelam ko'chatlar mana bir tekisda kesib chiqdik. Mehnatga o'zlaringiz like bosib, podpiska qilib baho berasizlar. Mana shunday qilib kesdik, yana baholi qudrat. Xudo xolasa kelasi yil chiroyli abreska beradi. Chiroyli abreska qilib hosilini beradi. Nasib etsa, xudo xolasa oilalaringizga tinchlik, sog'lik, sihat, salomatlik tilab videomizni yakunlaymiz. Limon bo'yicha zakazlar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab olamiz. Ochiratga yozib qo'yamiz, telefon qilasizlar 99 161 92 40 nomerlariga telefon qilasizlar. Ishlaringiz omad, dehqonchilaringizga baraka. Agroteplis olami doim sizning xizmatingizda. Salomat bo'ling.